Bir kuni podshoh ma'lum bir vaqtni belgilabdi-da, sartarosh yetib kelsin debdi. Soch soqolni tekizlash kerak. Endi yo'l hodis, olam hodis deydi-yu. Nimadir bo'pti, sartarosh o'lgimay qolibdi kechki payt. Podshoh uyquga ketibdi. Kelsa, kech qoldingiz debdi soqchilar. O podshoh uxlab bo'ldi. Chatoq, agar podshoh ertaman tursa yo'q. Ertaman tadbirga turganda soch soqoli tekizlamagan bo'lsa, meni boshim ketadi. Endi bitta iltimos, menga imkoniyat qilib berasizlar. Podshohning xonasiga kirib soch soqolni olib chiqaman. Qanaqa bo'lar ekan? Sizlar menga xo'p deyoringlar, o'g'onmaydi. Nihoyatda mohir sartarosh ekan. Kechasi eshikni ochib berishdi. Yo uxlayotgan podshohning soch soqolini tekizlab chiroyli qilib qo'yibdi. Podshoh ertaman turib g'azamlanmoqchi bo'lib, bunda oynaga qarasa, ko'zguga qarasa, binoyidek oppoq, chippa chiroyli bo'lib qolgan soch soqollar joyida. Qoyil. Nima bo'ldi deb soqchilardan so'rashsa, aytibdiki, sartaroshingiz keldi. Shu ulgimay qolgan ekan, juda uzr ma'zurda aytib, iltimos qiluvdi, eshikni ochib berdik. Shu yotgan joyingizga soch soqolni olib qo'ydi-da, debdi. Qoyil.